Arzon yoki qimmatmi? Kommentariyada fikringizni yozib qoldiringlar, like, podpiska bosib qo'yinglar. Lexus RX 350. Kraskalar qayerda bor aka? Ikkita eshikda ham bor. Ikkita eshikda ham bor. Bu orqa qirib yuborgan, to'g'rilangan, o'zida qiladi. Bu yili nechi? 19-yil. 2019-yil. Ikkita detalli kraska bor. Salonda ikkita old siznada abduflari bor. Abduf, abagrev bor. Yo'q, abagrev yo'q. Bu Abagrev bo'lmaydi. bo'lmaydi. O'shancha abagravlar yo'q. Pamit sideniyalar bor, cruise control bor, klimat bor, manikor bor. 2019. Xo'p. Salon holati yaxshi. To'liq shumka qilingan. Ha, polni shumka bo'lgan. Qora alkantara qilingan. Ha, patologlari alinkantara qilib qo'yilgan. Mashina yaxshi holatda ekan. Mana qanchadan beri haydaysiz bu mashinani? 22-yil oktyabrdan. 22-yil oktyabrdan beri haydaysiz. Mana aka hozir 26. 4 yildan beri haydaysiz. Bu executive pozitsiya. Buni luxury pozitsiyasi ham bor. Ha, luxurysi bor. Bu luxury emas, pozitsiya. 36 donma 35 ga beraman. 36 dos 35 ga berasiz. 19-yil mashina aka, tim bo'ling. Lexus deydi. Ya bilaman, Lexus aka. Ana yaxshi mashina. 02 aka. Bunaqa pulga hozir sizga aytaman, Toyota 150 taliklar beryapti. Bilasiz o'zingizdan, Toyota 150 taliklar beryapti. Bir 34 minglarga qo'yinglar. Sotilsa. Bo'ladimi aka? 34 mingga qo'yib beraman. Xo'p.